Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qor ortishi boshlaverdik. Akşam ko'p odam yozibdi. Qor uncha yog'madi deb yine ko'rinishga görüşler mümkün. Şimdi katib etdi do'sh. Xorazmda birinchi eng ko'p yog'gan qor ishi bo'ladi. Moskva oblast va Sankt-Peterburgga hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajiga ega ishonchli dokument xizmatini taklif etamiz. Registratsiya, turdovoy dogovor, spravkalar va boshqa dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Muhim eslatma, hozirda Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiyangiz yo'q bo'lsa, ushbu xizmatdan foydalaning. Ekraningizda telefon nomerlariga telefon qiling yo WhatsApp yoki Telegramdan murojaat qiling. Yine yağış yer bugült duruydu. Aldık. Kar vapsi köp yağdı yurtdoshlar. Qishloq hayoti shunaqa yerlar. Kor vapsi o'gilib yotibdi. Shunaqa gaplar. Videoga like bosib, videoni oxirigacha ko'ramiz jigarlar. Bu yoq tarafini bo'lib, bu yoqni bo'lib endi bu toshga, ya'ni uyimni olmasak, mana shu yerlar loy bo'lib yotadi, yana suv. Shuning uchun olish kerak bu tarafni ham. Qishloq hayoti degani shu bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, videoni maksimal tarqatamiz jigarlar. Video so'ngida qiziq lavhalarni ham qo'yib beraman. Aziz yurtdoshlar, Xorazmda shunaqa qor. Videoni oxirigacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.